Assalomu alaykum hammaga. Agar IELTS writing qismidan 7-8 olmoqchi bo'lsangiz, aynan bu video siz uchun foydali bo'ladi. Chunki ko'p kishi tasavvurni qanaqa qilishni bilmaydi bu narsa writing baliga juda katta ta'sir qiladi. Bu videoda sizlarga ma'lum bir strategiyalar o'zimga yordam bergan hamma yo'nalishlarni o'rgatib ketaman. Mani ismim Kamronbek. IELTS writing qismida 4 marta 8,5 olganman va 5 marta overall 8,5 sohibman. Bu videoda sizlarga tasavvurni to'liq tushuntirib o'tib ketaman. IELTS writing imtihonida nomzodlarga 60 daqiqa, ya'ni 1 soat beriladi va ulardan 2 dona topshiriqni tugatib berish so'raladi. Task 1 va Task 2. Bugun task haqida gaplashamiz va Task 2 uchun ko'p holatlarda 40 daqiqa sarflash maslahat beriladi. Chunki Task 2 overall writing balimizni katta qismini tashkil qiladi. Aniq statistikaga keladigan bo'lsak, Task 1 33%, Task 2 67,7% tashkil qiladi va nomzodlardan Task 2 uchun kamida 250 ta so'z yozish talab qilinadi. O'zbekistonda IELTS akademik mashhur bo'lgani sababli ko'p nomzodlar IELTS General o'zi nimaga kerakligini bilishmaydi. IELTS akademik va General writing o'rtasidagi farqqa keladigan bo'lsak, IELTS akademikda iloji boricha universitetdagi assignmentlar, statistikalar va shu bilan birga insholarni yozishni tekshiradi. General kundalik hayotda chipta sotib olish, biror joyga sayohat uchun buyurtma qilish, hotel bron qilish hammasini tekshiradi. Umumiy qilib aytganda, ikkala writing imtihonida ham 5 xil savol turi bo'ladi. Ular o'z ichiga opinion essay, ya'ni agree disagree, discussion, discuss both views, advantage disadvantage, ya'ni outweigh, problem solution yokida issue discussion va shu bilan birga two part questionlarni o'z ichiga oladi. Savol turlari har xil bo'lgani uchun kandidatlardan har xil yondashuv so'raladi. Misol uchun, agree disagree, ya'ni opinion essaylar va issue discussion, problem solutionlarni o'rtasidagi farqni ko'rib o'tadigan bo'lsak. Agree disagree essaylarda argument beriladi, ya'ni kimnidir fikri, u fikrga siz qo'shilishingiz yokida qo'shilmasligingiz haqida gapirishingiz, o'ziz bergan idealaringizni tushuntirib berishingiz va qo'lingizdan kelsa examplelar berishingiz kerak bo'ladi. Issue discussionda umuman sizdan so'raladigan narsa boshqacha bo'ladi. Endi sizga muammo beriladi, uni ko'p hollarda yechimi, sabablari uni ta'sirlari haqida gap ketadi. Ya'ni bu degani agree disagree va issue discussionlarda bir xil struktura ishlata olmaysiz. Ko'p o'quvchilarda bitta narsa kuzatiladi, ya'ni ideya kamligi yokida ideya bo'lsa ham uni yoritib bera olmaslik. Kuchli insho yozish uchun siz birinchi bo'lib ideyalarni yig'ib olishingiz kerak. O'rganayotgan paytingizda iloji boricha IELTSga tushadigan topiklarning ro'yxati bor. Ekranda ko'rsatiladi bu narsa. Iloji boricha shularga ko'p ideya yig'ib olishingiz kerak. Ideya bo'lganidan keyin ideyalarni yoritib berish o'zini yo'li bor. Misol uchun ideya tanishtiriladi. Tanishtirilgandan keyin uni tushuntirib beriladi, example bo'ladi va oxirida nomzod qo'lidan kelsa kichkina xulosa gap yozishi talab qilinadi. Xuddi shu qanaqa bo'lishini sizlar bilan birga hozir ko'rib o'tamiz. Inshoni ko'rib o'tishimizdan oldin insholarimiz qanaqa baholanishini ko'rib o'tishimiz bizga tushunishimizga yordam beradi. Shuning uchun men sizlarga hozir IELTS writing task 2 qanaqa baholanishini tushuntirib beraman. Bizda baholash mezonini 4 ta qismi bor: task response, coherence and cohesion, lexical resource and grammatical range and accuracy. Ularning har biri IELTS balingizni 25% tashkil qiladi va oxirida examinerlar har bir qismi uchun alohida ball berib chiqishadi. Misol uchun task response 7, coherence and cohesion 8, lexical resource 7, grammatical range and accuracy 8 va oxir-oqibat mana shu 4 ta ball qo'shilib examinerlar o'zlarini xulosalarini aytishadi. Misol uchun, agarda baholash mezonini ikkita qismidan 8 va qolgan ikkita qismini 7 ola olsangiz, umumiy task 2 ballingiz 7,5 bo'ladi. Keling, men sizga mana shu baholash mezonining 4 ta qismi nimani tekshirishini tushuntirib beraman. Task response berilgan savolga qanchalik to'liq yokida qisman javob berishingizni tekshiradi. Mana shu baholash mezonining qismi juda ko'p kandidatlar uchun og'riqli nuqta hisoblanadi. Chunki ko'p holatlarda berilgan savolga to'liq javob bermasdan kam javob berishadi yokida mavzudan chetga chiqib ketib qolish ehtimollari baland bo'ladi va shu uchun 7 olish ham task responsda qiyin bo'lib qoladi. Shu bilan birga coherence and cohesion, essangiz qanaqa tuzilgani, paragraflaringiz bir-biriga ulanganmi, gaplaringiz bir-biriga qo'shilganda ma'no chiqara oladimi yokida yo'qmi, xuddi shularni tekshirib o'tishadi. Agarda bitta paragrafingiz boshqa narsa haqida gapirib turib, qolgan paragrafingiz mavzudan chetga chiqib ketadigan bo'lsa, bu holatda coherence and cohesion qismi juda past baholanadi. Chunki bu qismda examinerlar inshoni to'liq ravon bo'lishini va fikrlar ketma-ketlikda
to'liqligicha tushuntirib berilishini xohlashadi. Lexical resource esa inshoda ishlatilgan lug'at boyligini tekshiradi va mana shu yana bitta og'riqli nuqtalardan hisoblanadi. Nimaga? Kandidatlar o'ylashadiki, lexical resourcedan 7, 8 va 9 olish uchun iloji boricha high level wordlar, ya'ni darajasi baland bo'lgan so'zlar, ko'p ishlatilmaydigan collocationlarni yokida language chunklarni ishlatishni o'ylashadi. Lekin bu katta xato hisoblanadi, chunki lexical resource faqatgina lug'at boyligini tekshiribgina qolmay, balki lug'at boyligi qanchalik to'g'ri ravishda ishlatilgan yokida ishlatilmaganligini tekshirishadi. Sun'iy intellekt, Google va Telegramdagi namunaviy insholar tufayli ko'p kandidatlarda noto'g'ri tushuncha hosil bo'ldi lexical resource haqida. Ya'ni ko'p holatlarda namunaviy insholarda omma e'tiborini o'ziga jalb qilish uchun uni yozuvchilar juda darajasi baland bo'lgan so'zlarni ishlatishadi va bu narsa har doim ham 7, 8, 9 ga olib boradi degan tushuncha paydo bo'ldi va bu bitta IELTS olamidagi katta xatolardan va reytingda mana shu uchun ko'p kandidatlar baland olisha olmaydi. Shu narsani aytib o'tish kerakki, lug'at boyligidan tashqari lug'atni to'liq va to'g'ri joyda ishlatishingiz juda muhim hisoblanadi. Misol uchun, ba'zi bir esselarda ko'rganman, a vaulter of resources, ya'ni juda ko'p resurslar degan ma'noda ishlatilgan lexical chunk o'zi aslida resurslar degan ma'noni bildiradi, faqat organizatsiya qilinmagan, to'g'ri tuzilmagan ko'p resurslar degan ma'noda keladi. Bu bitta katta xatolardan hisoblanadi. Ya'ni noto'g'ri tushuncha tufayli lexical resource ballini ko'taraman deb bitta noto'g'ri tushuncha tufayli lexical resource ballini tushirib yuborish ehtimoli baland bo'ladi va reyting baholovchilar mana shu narsani payqashga train qilinadi, ya'ni ularga shunaqa qilib o'rgatiladi. Agar essayingizda xuddi shunaqa noto'g'ri ishlatilgan lexical chunklarni 4-5 marta topishsa agar, 7 oladigan joyingizda 5-6 ga tushib ketish ehtimoli juda baland bo'ladi. O'quvchilarimga tushuntirayotganimda o'zimga eng yoqadigan baholash mezorini qismi grammatical range accuracy'ga yetib keldik. Sizlarga hozir tushuntirib beraman, nima uchun menga yoqishini. Mani o'zimda bitta case bo'lgan, ya'ni hali grammatical range accuracy'da dasturda 9 olmagan paytimda olishga harakat qilayotgandim. Shunda o'ylaganman, noto'g'ri tushuncham bo'lgan, qanaqadir darajasi baland bo'lgan grammatika strukturalarini ishlatishim kerak deb o'ylaganman. Bu narsa faqat menda emas, mendan keyin o'zim o'qitayotgan o'quvchilarimda ham bo'ldi. O'sha paytda to'g'risini aytadigan bo'lsam, tajribamga tayangan holda bitta narsani tushuntiraman. Ya'ni grammatical range accuracy'da 8-9 olmoqchi bo'lsangiz agar, siz hech qanaqa baland darajali struktura ishlatishingiz kerak emas, balki oddiy, o'rtacha va darajasi baland bo'lgan grammatika strukturalarni har xil joylarda, ya'ni natural keladigan joyda ishlatishingiz kerak bo'ladi. Ba'zi bir holatlar bo'ldiki, mana o'quvchilarimda ham xuddi meni o'zimda kuzatilgan noto'g'ri tushuncha bo'ldi. Ya'ni qanchalik katta darajadagi strukturani ishlatsam, xuddi shuncha ballim baland chiqadi deb o'ylashar edi. O'sha paytda tushuntirganimda o'zim haq, o'zim bilaman degan tushunchani ko'rsatgan o'quvchilarim bo'ldi. O'sha paytda urib yuborsam emas dedim. O'zimni kesimda qanaqa bo'lgan? Hali 9 olmaganman grammatical range accuracy'dan va bitta imtihonimda test-tуда 5 ta inverse ishlatganman ketma-ket va o'shanda imtihonimda rating ballim 8 chiqqan va test-tuyim 7,5 chiqqan va grammatical range accuracy esa 7 ga tushib ketib qolgan 8 dan. 9 ga chiqishga harakat qilayotgandim, lekin bitta noto'g'ri tushuncham deb men 8 imni ham yo'qotib qo'ydim deb o'ylaganman o'sha paytda. Shundan keyin oddiy, o'rtacha va darajasi bilan strukturalarni har xil joylarda bir-biriga yaqin bo'lmagan joyda ishlatishni boshladim va shundan keyin menda ketma-ket 9 chiqishni boshladi grammatical range accuracy'da. Sizlarga ham shu narsani maslahat beraman. Agar grammatical range accuracy'da 7, 8, 9 olishni niyat qilsangiz agar, iloji boricha katta darajali strukturalarni sizga yordam beradi deb o'ylamang, ular haqiqatda yordam beradi. Faqat to'g'ri joyda ishlatsangiz, o'zim yozgan essayni misolda ko'rib o'tamiz. Men agree disagree, ya'ni opinion essay turiga insho yozganman. Bunda qanaqa bo'lgan? Video records are better to learn about the way other people live in the world than written documents degan mavzu berilgan va shunga so'ralgan. To what extent do you agree or disagree deb aytilgan. Keling, yaxshi essay qanaqa bo'lishini mana shu 8,5-9 lik essay misolida ko'rib o'tamiz. Agree disagree savol turi va aytilgan. Video records are better to learn about the way people in the world live than written documents. To what extent do you agree or disagree? Introductionga qaraydigan bo'lsak, shunchaki berilgan mavzu paraphrase qilingan, ya'ni qayta yozilgan va shu bilan birga savolga to'liq va qisqa javob berilgan.
I disagree with this view for several and sound reasons. Ko'p kandidatlar iloji boricha savolga sabablarni berishim kerak, qo'limdan kelsa ozgina tushuntirib ham berishim kerak deb o'ylashadi va xohlasangiz bering, lekin ekzaminda sizdan so'rashmayapti, savolga introduction'da javob ber deb. Shunchaki qaysi tomonni tanlashingizni aytsangiz bo'ldi. Hech kim sizdan dunyoni gapirishingizni so'ramaydi. Birinchi body paragraphga qaraydigan bo'lsak, birinchi gapimiz bizaga yozuvchini fikrini tushuntirib beradi yoki tanishtirib beradi. Va bu uchun bizada juda yaxshi struktura bo'lgan not the least of which is strukturasi ishlatilgan. Undan keyin xuddi shu ideyani tushuntirish uchun bir dona gap ishlatilgan va oxirida yana bitta gap bilan butun paragrafni xulosa qilishgan. Bitta body paragrafda 3 dona gap ishlatilyapti. Agar xohlasangiz gaplarni kichikroq qilib 5-6 ta qilsangiz ham hammasi yaxshi bo'ladi. Iloji boricha mavzudan chiqib ketib qolmasligi kerak. Ko'p holatlarda ideya tanishtirishadi, uni tushuntirishadi va example berishadi va oxirida kelasi paragrafga o'tib ketishadi. Bu narsa yana bitta xatolardan deb o'ylayman. Chunki birinchi va ikkinchi body paragrafingiz bir-biriga ulangan bo'lishi kerak. Agarda birinchi body paragrafingizdagi yoritgan ideyangizni ikkinchi body paragrafda beradigan ideyangizga bog'lamasangiz agar, har bitta body paragrafning oxirida ideyani tushuntirib, uni example'ni berganingizdan keyin kichkina xulosa gap yozishingiz coherence and cohesion qismida 7, 8, 9 olishingizni osonlashtiradi. Yozuvchi birinchi body paragrafda o'zi qo'shilmaydigan qism, ya'ni video records haqida gapirib o'tdi. Ana endi ikkinchi body paragrafda yozuvchi o'zi qo'shadigan qism, ya'ni written documents haqida gapirib o'tadi. Birinchi body paragrafdagi ideya bo'lishiga qaramasdan, mani fikrim mana bunaqa deb tushuntirib ketishda ishlatiladi. Ko'rib turganingizdek, birinchi gapni o'zida ideya tushuntirilgan, ya'ni advantage'lar haqida gapiraman deb tushuntirib bergan yozuvchi, ishi bilan birga explain bo'lgan bitta gap bilan, keyingi gap bilan example berilgan African country'lar haqida va oxirida birinchi body paragrafda bo'lgani kabi bizada kichkina xulosa qiluvchi gapimiz bor. Conclusionga keladigan bo'lsak, ko'p holatlarda o'quvchilarda yoki kandidatlarda bitta noto'g'ri tushuncha bo'ladi. Ya'ni men introduction deb yozgan bo'lsam, xuddi shu narsani takrorlab qo'ysam, conclusionda bo'ldi degani. Lekin conclusion introductionni qaytarib qo'yish emas, balki body paragraflarda tushuntirilgan ideyalarni qayta xulosa qilib berishi kerak. Agar siz ham introductionda yozgan narsangizni yana qaytaradigan bo'lsangiz, u holatda task response qismida ba'zi tushib ketib qoladi, chunki siz body paragraflardagi ideyalar emas, balki introductionni qaytarib qo'yapsiz. Yana bitta qiziq va muhim qismini gapirib o'tib ketishim kerak. Ko'p holatlarda biz ko'ramiz, Google'da, Telegramda yoki AI'da 400 ta, 350 ta, 500 talab so'z yozishadi bitta essayda. Ya'ni shu holatda o'quvchilar, kandidatlar o'ylashadiki, katta ball olishadi. Lekin bu narsa bitta katta xatolardan. Bu degani 400-500 ta so'zli essaylar past ball oladi degani emas, balki kamroq so'z yozilganda time management osonroq bo'ladi va oxirida qayta ko'rib chiqishga yetarlicha vaqt qoladi degani. Bu essayimizda bor yo'g'i 268 ta, ya'ni 250 ta so'zdan ko'p yozilgan va bu essay bemalol 400-500 ta so'zli essaylar bilan bellasha oladi. Shu bilan birga ALS writingda bog'lovchi so'zlar atrofida juda ko'p mish-mishlar yuradi. Ya'ni ba'zi paytda o'quvchilar yoki kandidatlar o'ylashadiki, iloji boricha ko'proq bog'lovchi so'z ishlatishim kerak yoki bo'lmasam вообще ishlatmasligim kerak. O'zi bizaga qanaqa kerak, nima qilishimiz kerak? Coherence and cohesiondan baland olish uchun yoki o'zi qanchalik bog'lovchi so'zlar bizaga kerak. Men sizga buni tushuntirib o'tib ketaman. Ko'p holatlarda xato qilishadi. Kam ishlatishim kerak yoki ko'p ishlatishim kerak deb. O'zi maromda ishlatsa, coherence and cohesion uchun juda yaxshi rol o'ynab beradi. O'zimni tajribamdan kelib chiqib gapiradigan bo'lsam, iloji boricha bitta essayda 4 ta, 5 ta bog'lovchi so'z ishlatilsa, juda yaxshi hisoblanadi. Ya'ni juda ko'p ham emas, juda kam ham emas va o'rta holatda ishlatilsa, bizani fikrlarimizni, shu bilan birga gaplarimizni bog'lash uchun juda yaxshi xizmat qiladi. Agarda bog'lovchi so'zlar juda ko'payib ketib qoladigan bo'lsa, examiner o'ylaydiki, yozuvchi ideya yo'q, shu uchun iloji boricha bog'lovchi so'zdan ishlatyapti, ideya yo'qligini yashirish uchun. Agar kamayib ketib qoladigan bo'lsa, holatda gaplarimizni yoki paragraflarimizni ulanmay qolishi mumkin. Bo'ldi. Videoning eng chiroyli joyiga keldik. Ko'plar so'raydi, qanaqa qilib writing ballimni o'stirsam bo'ladi? Men sizga hozir tushuntirib beraman, o'zimni kesimdan kelib chiqib. Mana birinchi writing ballim 6 bo'lgan. Men nima qilganman? 7,5, 8 va 8,5 ga berish uchun. Men qilgan ishim writing ballim 6 bo'lganida har kuni bitta
essay analiz qilganman va shu bilan birga orqasidan bitta essay yozganman va shu narsani 2 oy davomida qayta bajaraverganman va imtihon topshirganimda 1 ballim 7,5 bo'lgan va 2-imtihonimda writing ballim 7,5 bo'lgan, 3-sida 8 va 4-sida 8,5 va shundan beri qayta writing 8 va 8,5 kelib chiqadi. 8,5 bo'lgani bilan writing ballimni yana kuchaytirmoqchiman va bu uchun men haliyam essay analiz qilib, orqasidan yozishim kerak deb o'ylayman va bu narsani har kun qilaman. Bir hafta 7 kun bo'ladigan bo'lsa, 5 kun ichida 5 ta essay analiz qilib, 5 ta essay yozishni maslahat beraman. Qolgan 2 kunda hafta oxirida o'qilgan essaylarni yana qayta o'qib chiqib, yozilgan essaylarni xatolarini bitta ko'rib chiqishni maslahat beraman. Hafta oxirida ustoz bilan mock test qilishni maslahat ham bergan bo'lardim. Feedback. Feedback qayerdan olish kerak? Ko'p kishi o'ylaydi, AI kerak menga, ko'p kishi o'ylaydi, ustoz kerak. Ikki xil toifadagi odamlar ham to'g'ri o'ylashadi. Agar iloji bo'ladigan bo'lsa, ustozni feedbacki qadrli hisoblanadi. AI hali ustozchalik feedback bera olmaydi. Chunki AI siz ingliz tilini bilasizmi, yo'qmi? Ingliz tilida hamma narsani tushuntiradi. O'zbek tilida tushuntirib beradi yokida rus tilida tushuntirib beradi degan bo'lsangiz agar, o'zbek va rus tillarida tushuntirib berish skilli hali uncha rivojlanmagan. Agar ustoz bilan ishlamasangiz, AI bilan ishlashni maslahat beraman. Lekin bitta xatoni oldini olish kerak. Har doimgidek iloji boricha AI bilan feedback ustida ishlang, skorni so'ramang. Chunki AI to'g'ri prompt berilmasa, har doim past baho beradi yokida baland baho beradi. O'quvchi demotivatsiya bo'lib qolishi mumkin yokida aksincha juda o'ziga baland baho berib qo'yishi mumkin. Bu videoda IELTS writing tavsiyaga kerak bo'ladigan hamma narsani ko'rib o'tdik. Agar sizlarda qanaqadir savol tug'iladigan bo'lsa, bemalol kommentariyaga yozishingiz mumkin. Biz javob beramiz. Videoga like bosib, tanishinlarga yuborib qo'yishlarini so'rab qo'ygan bo'lardim. Salomat bo'linglar.